Bugun sizlarga ko'pchilikka yoqqan mangalimda shashlik pishirib ko'rsatib beraman. Doniyor, oldik. Mana ko'mirimizni yoqib oldik. Endi shashliklarni siqlab olamiz. Qani ketdik, Doniyor. Birinchi qo'lda sal yedirib olamiz buni. Paketni yopib. Bemalol tozalik uchun ishlatsanglar bo'ladi. Ortiqchasini shunaqa olib tashlaysizlar. Ko'mirdan ajralib chiqqan kuli pastdagi tortmalarga tushdi mana. Bu mangalimizning qulayligi aynan shunda bo'ladi. Bemalol olib tozalab olsanglar bo'ladi. Ichkarida qiynalib yurmaysizlar. Ko'mir tayyor bo'ldi, yoyib olamiz. Mangaldagi bu chiziqlar sizga nima beradi? Qiymangiz yonib pishmayaptimi? Bitta yonmachasiga qo'ysangiz, cho'tki bo'lib pishib beradi-ku. Shuni hisobini olib buni qo'yganmiz-a.